Mana bu yangi O'zbekiston o'ziga xavfli, judayam o'ta xavfli qurol yaratib bo'ldi. Ba'zilar aytadiki, O'zbekiston tinch yurt. Tinch yurt emas. O'zbekiston o'zini millatiga xavfli qurol yaratib bo'ldi. Bu xavfli qurol, bu kredit. Bizni kreditga qaram qildi. Bizni kreditga muhtoj qildi bu yangi O'zbekiston. Bizni yer osti usti boyliklarimiz bo'la turib, bizda shuncha imkoniyatlar, shuncha sharoitlar bo'la turib, bu yangi O'zbekiston bizni shu darajada azoblayaptiki, hattoki mana qarindosh urug'chilik o'rtasida sovuqchilik tushyapti. Ota bola, ona bola ajrimlar soni ko'payapti, yetim yesirlar soni ko'payapti mana shu kredit orqasidan. Buni hech kim mana shu qurolni yo'q qilishga hech kim kirisha olmayapti. Buni hattoki bizni dardimizni eshitmayapti. Xalqdoshlarim, millatdoshlarim, biz o'zimiz birlashib xalqaro sudga chiqmasak, bizni ahvolimiz judayam kundan kunga og'irlashyapti. Yangi O'zbekistonda bizni eshitadigan rahbarlar yo'q endi. Bu rahbarlar faqat o'zlari uchun, o'zlarini o'sha qarindosh urug'lari uchun, tanish bilishlari uchun yashaydi endi. Xalqi uchun, millati uchun jon kuydirib yashamaydi.